oliy ta'limga hech kim kirmagan o'tgan yili bizni maktabimizdan. Uning uchun hayfsan berilgan direktorimizga. Men hayfsan oldim, endi yozichi maktab bog'ida ishlashasan, xonalaringni jihozlashasan, u jihozlar pul turadi-ku. Masalan, bu narsalar ham hammasi pul turadi-da. Qilishasan deyapti. Endi ko'p achchiq gaplar gapiryapti. Hali qora cho'rni sharik deydi-ku, birovdan olgan qora sharigini kimgadir chiqarish kerak. Ha. U yoqdan gap eshitgan pastga endi. Ha. Keyin men gapirib ketdim. Nimaga endi Farrosh bog'bon ishini qilmagancha, qo'pol bo'lsa ham bog'bon siz yilinika sumkangizni ko'tarib yurgancha, xonangizda choy damlab o'tirgancha men uni ishini qilishim kerak. Agar men o'qituvchi bo'lmasam ekan, o'sha maktab hovlisini menga 1 yillik ish qilib bog'bon sifatida shu shtat biriktirilgan bo'lganda, tasavvur qiling, hovlimiz ishini ham ish orasida qilamiz-ku, to'g'rimi? Qilardim men shuni, lekin men o'qituvchim, uning uchun o'qimaganman deyapman. O'zini mutaxassislari qilsin deyapman. Plus maktab bog'ini obodonlashtirganimiz bilan, xonani jihozlaganimiz bilan hech kim oliy ma'lumotli bo'lib qolmaydi deyapman.